milliy sertifikat imtihonlarida aynan mumtoz matn, g'azal bilan ishlash ko'nikmasini ko'pchilik noto'g'ri yo'lda tayyorgarlik ko'rib qo'yadi. Ya'niki faqat g'azal tahlil qilishni emas, undan tushadigan savolni o'rganib qo'yasiz. Bu juda ham tor soha bo'lib qoladi. Siz umumiy g'azal tahlil qilishni o'rganing. U Navoiydan tushadimi, Lutfiydan tushadimi, Sakkokiymi, Atoymi yoki o'sha keyingi davr Ogahiy, Furqat, Feruzlardan tushadimi? Umuman, demak, qaysi ijodkorning qanday tartibdagi g'azal tushishidan qat'iy nazar, siz g'azal tahlil qilish metodikasini o'rgansangiz, demak, bu muammoga tezda yechim topasiz. G'azal tahlil qilish uchun bir nechta usullar bor. Birinchisi sintaktik usul deyiladi. Ya'ni g'azalda har bir jumlani sintaktik qolipini to'g'ri, ya'ni me'yorlashtirib olasiz. Egani egaga, kesimni kesimga, joy-joyiga qo'yib. Va g'azalda eng ko'p o'sha muallif, ya'ni ijodkor, shoir kam so'z qo'llab ko'p ma'no chiqarishga qiziqadi yoki intiladi. Chunki g'azalda ma'lum bir paradigma bor, ma'lum bir o'sha vazn bor. O'shaning uchun so'z kam qo'llanadi va siz o'sha ma'lum kerakli so'zni o'z o'rnida qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz yoki o'sha ko'nikma sizda bo'lishi kerak. Va yana bir muhim jihat, lug'at yodlash degan masalaga ham qarashingiz kerak. Va lug'at yodlash masalasidan tashqari, lug'atni faqatgina yodlab emas, uni anglashingiz ham muhim. Ya'ni arabcha, fors, tojikcha so'zlarning kelib chiqish tarixini bir-biriga bog'liqligini ko'rishingiz kerak. Masalan, o'sha intoq degan so'zni nutq degan so'z bilan bog'liqligini, mutanosib degan so'zni tanosib degan she'riy san'at bilan bog'liqligini, tamsil so'zni misol degan so'z bilan, husni ta'lilni dalil bilan, zidni tazod bilan, tajnisni jinsdosh bilan bog'liqligini arabchada bilishingiz kerak. Ya'ni tarahhum degan so'z bo'lsa, tarahhumning o'zagida rahm degan so'z bor. Rahm, tarahhum. O'sha rahm bugun bizga tushunarli, lekin tarahhum tushunarsiz. Ya'ni tarahhum ko'rgizing desa, demak rahm qiling degan ma'noda ishlatilyapti. Mana shunaqa mayda, kichik detal so'zlarni aniq ma'nosini bilish va o'sha ma'noviy so'zlarning qanday tartibda yasalayotganini sezish arabcha, fors, tojikcha so'zlarda o'rnashuvini o'rganishingiz kerak. Va demak, qadimgi o'sha turkiy tilda yoki o'sha deylik Navoiy tilda, o'sha 15-asr badiiy tilda bitilgan barcha bitiklarni yoki g'azal bo'ladimi, qit'a, ruboiy, fard, tuyuq, barcha to'rtlik she'riy san'atlar, she'riy parchalarni, demak, bugungi kun nuqtai nazaridan sintaktik qoliplashtirish masalasiga ham alohida to'xtalishingiz kerak. Ega, kesim masalasini ko'rib chiqish kerak. Xo'p, ushbu g'azal tahliliga o'tamiz. Demak, hamisha g'azalni birinchi navbatda qiladigan ishingiz muallifi kim? Ana shu masalaga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni uzumning bog'ini topishingiz muhimda. Muallifi mana maqta qismida berib o'tiladi, Navoiy. Maqta o'sha bu g'azalning tugallanma qismi, ya'ni begona bayt. Arab tilidan olingan bo'lib, tugallanma degan ma'noni bildiradi. Matla u birinchi bayt. Matla so'zi arab tilidan o'zbek tiliga olinganda bosh degan ma'noni bildiryapti. Demak, bosh matlada tahlil qilamiz. Hamisha savolda so'raydimi yo'qmi, qofiyasiga qarab qo'yamiz. Demak, matlada qofiyadosh so'zlarimiz ifsho, paydo. O'shaning uchun matlamiz mana bu yerda mana o'zaro bir xil qofiyalangan. Keyingisida mana qarang, alohida qofiyalangan so'z yo'q. Mana bu yerda tamanno kelyapti. Mana bu endi B, keyingisi B. Keyingisi bu yerda ham qofiyadosh so'z yo'q. Mana bu yerda oshkora so'zi kelyapti mana. Demak, S va A tarzida qofiyalanyapti. Keyingi baytda yana qofiyadosh so'z yo'q. Huvaydo mana. Demak, buni masalan deylik D va A tarzida qofiyalaymiz. Undan keyin ham qofiyadosh so'z yo'q va imlo so'zi kelyapti mana. Demak, buni deylik F va A tarzida. Eslab qolamiz, g'azalning birinchi bayti, ya'ni matlasida ikkita so'z bir-biriga o'zaro qofiyalangan bo'ladi. Matladan keyingi baytlarda faqat juft misralar qofiyalangan bo'ladi. Toq misra qofiyalanmaydi. Demak, g'azalning o'ziga xos qofiya strukturasi mana shunaqa. Endi bu yerda nima uchun bizlar ifsho, paydo, tamanno, oshkora singari so'zlarni oldik qofiyaga? Buning sababi qilmangiz so'zi doimiy takror tarzida kelyapti. Demak, g'azalda doimiy takrorlanib kelgan so'zlarni biz radif deb ataymiz. Demak, bu yerda radifimiz qilmangiz so'zi, radif. Ya'ni qofiyaga ergashib kelyapti. Bir so'zdan iborat bo'lgani uchun bu radifni biz yig'iq radif deb ataymiz. Endi xo'p, g'azalda ikkita usul bor. Birinchisi, agar vaqtingiz bemalol bo'lsa,
mashq jarayonida barcha baytlarni tahlil qilganingiz ma'qul. Va bugun sizga video darslikda men g'azalni boshdan oxirigacha tahlil qilib, keyin ikkinchi etapda 5 ta savolni ko'rib berib o'taman. Buning uchun, demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'ring. Har bir baytini so'zma-so'z tahlil qilib, sharhlab boramiz. Xo'p, matla. Do'stlar, mahram deb elga roz ishfo qilmangiz. Demak, bu yerda muhim so'zlar. Mahram bu sirdosh, mahram sirdosh, bu ko'pchilikka tanish. Roz degani bu sir. Roz bu sir. Sir. Ifsho so'zi bu fosh degan so'zni ma'noni bildiradi. Fosh. Arabcha so'z bu. Demak, qarang. Do'stlar, ya'ni bunda demak shoir o'sha zamondoshlariga, do'stlarga nido qilib o'tyapti. Nido. Do'stlar, har kimni ham mahram deb, ya'ni do'st deya rozingizni, ya'ni sirlaringizni fosh qilmang. Birinchi misra tushunarli. Ikkinchi misra. Boshingizga 100 balo kuchi birla paydo qilmang. Demak, o'z siringni birovga aytib qo'yib, o'z boshingga o'zing kuchi bilan balo paydo qilasan. Ya'ni siringni aytib qo'yishing evaziga. Endi ikkinchi misraga o'tamiz. Fosh qilmang roz, ya'ni o'sha roz sir dedik bu yerda ham. Ya'ni sirni fosh qilmang. Chunki asray olmay qildingiz. Ya'ni siz o'zingiz sirni asray olmay fosh qildingiz, chunki o'zgalardan asramoq bori tamanno qilmang. Tamanno orzu umid bu yerda. Endi siz o'zingiz fosh qilib qo'ydingiz, endi o'zgalardan o sirni asrashni tamanno qilmang, ya'ni orzu qilmang deyapti. Demak, mana bu ikkita misra o'rtasida sen o'zingni siringni o'zing fosh qilib qo'yib, o'zgalardan sirni asrashni kutma deyapti. Va bu yerda tazod badiiy san'ati bo'ladi mana. Nimaga ikkita qator o'rtasiga yozdim? Chunki tazod o'sha misralardagi ma'no o'rtasida tazod kelib chiqyapti. Sen o'zing siringni ochib qo'yding, endi o'zgalardan sirni asrashni kutma. Tazod mana shu, zid. Keyingi misraga qarang mana. Ishq asroriga, asror bu sirlar. Ishq sirlariga til mahram emasdir zinhor. Demak, bu yerda asosiy vosita tilda aytyapti. Ishq sirlariga til, ishq sirlarini asrovchi sirdosh emas til deyapti. Demak, ishq ko'ngil sirlarini til asrab turmaydi o'zida, aytib qo'yadi til. Demak, tilni bu yerda salbiy qahramon sifatida ko'rsatyapti va tilni jonlantiryaptimi? Tashxis bo'ladi bu yerda. Tashxis. Biroz yozish noqulay bo'lyapti, buni to'g'ri qabul qilasizlar. Xo'p, kim ko'ngildan tilga oni oshkora qilmang. Demak, sirni, demak, o'sha ishq sirini ko'ngildan tilga oshkor qilmang deyapti. Chunki til sirni asrab turuvchi bir vosita emas. Haqiqatan insonning o'sha sirlarini o'zi tili bilan aytib qo'yadi va o'sha yerda til aytib qo'yuvchi birlik yoki aytib qo'yuvchi vosita hisoblanadi. Demak, ko'nglingdagi sirlarni tilingga oshkor qilma. 4-bayt. Chun ko'ngildir qalbu. Mana bu yerda nihoyatda mana shu so'z ehtiyotkor bo'lishingiz kerak shu so'zga. Qalb so'ziga qarang. Ya'ni demak, bu yerda tilga aytmang degan edi. Xo'p, qalb so'ziga qaraymiz. Mana shu qalb so'zini qanday yozishimiz kerak aslida? Qalb bu qallob degani. Ya'ni o'sha yuqorida aytdim-ku, mumtoz lug'atlarimizni varaqlab ko'rsangiz, qalb so'zi ikki ma'noda keladi. Birinchisi qalb, kishining qalbi, yuragi. Ikkinchisi qalb, bu qallob degan ma'noda keladi. Ya'niki o'sha qalbaki pul deb ishlatamiz-ku, qalbaki. Xuddi o'shandagiday qalb so'zi soxta, yolg'onchi degan ma'noda kelyapti. Qallob degan ma'noda. Qallob bu qalb, demak mana. Mana uni endi qallobuni o'rniga mana va'ni qo'ysa bo'ladi. Chun ko'ngildir qalb, ya'ni insonning ko'ngli qallob va til g'ammoz deyapti. G'ammoz degani pastda lug'atdan berib qo'yganmiz, sirni aytuvchi, ochuvchi degani. Til esa sirni aytib qo'yuvchi. Ko'ngil qallob. Va endi maxfiy rozni, ya'ni maxfiy sirni jon harimidan bu ikkoviga huvoydo qilmang. Demak, jon harimi, ya'ni demak bu siringni qayerda asra deyapti? Joningda asra deyapti. Endi 3 ta obrazni ko'rdik mana. Ko'ngil, oshiqning ko'ngli, oshiqning tili va oshiqning joni. Demak, oshiqning sirlarini qayerda asrash kerak? Tilidami? Ko'nglidami? Jonidami?
Albatta jonida. Nega degan savol tug'iladi. Chunki til qallob, yo g'ammoz, sirni aytib qo'yuvchi, ko'ngil qallob, qalbaki, jon esa o'ziga vafo qiladi oshiqning. Demak, sirlarni oshiqqa shunday nasihat qilyaptiki shoir, barcha oshiqlarga sirlarni ko'nglingda ham, tilingda ham asrama, joningda asra. Qachonki sen vafot etsang, o'sha sir sening o'zing bilan ketadi. Agar sen ko'nglingga aytib qo'ysang, ko'ngil qallob aytib qo'yishi, til sirni sochib qo'yishi mumkin. Demak, inson sirni ko'ngilda ham, tilda ham saqlashi emas, balki jonda asrash kerak degan hukmni beryapti shoir berdi, nasihat. Ya'ni bu baytni biz bemalol o'sha didaktik ruhdagi bayt deyishimiz mumkin. Ishqiy lirikadan didaktikaga ko'chyapti. Ya'ni fan nasihat ruhini bu yerda ustunligini ko'ramiz. 5-bayt. Chun ko'ngil til birla mahram bo'lmadi. Qarang. Ko'ngil mana bu yerda ikkalasi bir-biri bilan chiqishmadi deyapti. Ko'ngil til bilan mahram bo'lmadi, ikkalasi bir-biri bilan do'stlashmadi. Hojat ermas aytmoq kim. Endi ularga aytish hojat emas. Elga andin nuqta imlo qilmang. Til bilan ko'ngilga aytmadingmi, endi ularga bir nuqta imlo qilma. Imlo bu yozuv degani. Imlo bu yerda yozuv. Demak, siringni biror joyda yozib ham qo'yma. Tilga ham aytma, ko'ngilga ham aytma, biror joyga yozib ham qo'yma. Mana shunaqa ifoda kelyapti. Demak, yozuvdan ham ehtiyot bo'lishni aytayapti shoir bu yerda.